بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل يا ربي صلاتنا صلاة التراويح يا رب العالمين، واغفر ذنوبنا إنك على كل شيء قدير وبإجابة دعوتنا جدير. يا ربي o'qigan namozlarimizni o'zing qabul ayla. Tarovih namozlariga berilajak savoblardan nasib qil. Ya Rabbi, sana ey bandalarim degan nidoyini eshitib qalbimiz titradi. Sana ey bandalarim deb bizga chaqirig'ingni eshitib labbay deymiz. Biz ham bugun senga murojaat qilamiz. Ya ibadi deganing kabi biz ya Rabbi deymiz. Ya Rabbi, ya Rabbi, bizlarga iymon ne'matini ato qilding. Yolvorib so'raymizki, ketar vaqtda mana shu iymon ila ketishimizni nasib qilgin. Ya Rabbi, bizlarga islom ne'matini ato qilding. Islom ne'matiga muvofiq xotima bergin ya Rabbi. Ya Rabbi, bizlarni o'zing kiyintirding. Bizlarni endi taqvo libosi ila kiyintirgin. Ya Rabbi, bizlarni taomlantirding. Och edik, muhtoj edik. Bizlarni endi taqvo, ilm, ma'rifat taomlari ila taomlantirgin. Ya Rabbi, bizlarga payg'ambarimiz alayhissalomni tanitding. Qiyomatda u zot bizlarni tanimoqliklarini nasib qilgin. Ya Rabbi, bizlarni har kuni gunoh qilishimizni bilib turibsang-da, bizlarga balo yubormasdan, ofat yubormasdan mendan istig'for so'ranglar deb turibsan ekanki, bugun seni nidoyingni eshitib, biz sendan istig'for, mag'firat so'raymiz. Gunohlarimizni kechir ya Rabbi. Jurm-u isyonlarimizni kechir ya Rabbi. Faqatgina seni dargohingdan, seni rahmatingni umid qilib, ajab ermaski qadr kechasini topgan bo'lsak, bugun ajab ermaski rahmating yog'ilib turgan bir paytda gunohlarimizni mag'firatini so'rab, gunohsizlar qatoridan o'rin olsak. Ya Rabbi, bizlar dunyoga o'zimiz emas, ota-onamiz sabab keldik. Qiyomatda ularni boshqa, bizlarni boshqa, birimiz jannatda, birimiz jahannamda bo'lib qolishlikdan panoh so'raymiz. Bizlarga mushtipar ona ato qilding. Haqqimizda duoda turgan ona berding. Mehribon farzandini suyuvchi, haqqiga duo qiluvchi volida berding. Bugun endi mana shu farzandlar qo'llarini duoga ochib, mana shu suyukli volidamizni jannatda bo'lishni sendan so'raymiz. Ya Rabbi, bizlarni sevuvchi, bizlarni tarbiya qiluvchi padar buzrukvor qiblagoh ato qilding. Bugun sendan yolvorib so'raymiz, otajonlarimizni joylarini jannatdan qilgin. Ya Rabbi, bugun ulug' kunlar, mana shunday xatmi Qur'on, duolar ustida turibmiz. O'zingdan faqatgina mag'firatingni so'raymiz. Hozirgina seni nidoyingni Rasuling alayhissalot vasallam bizlarga yetkizdi. Biz 14 asrdan keyin bugun qalbimiz titrab, ko'zimiz yoshlanib, ey bandalarim degan nidoyini eshitar ekanmiz. Ya Rabbi, jannatda mana shu nidoni eshitishni nasib qilgin. Didoringga musharraf qilgin ya Rabbi. Hammalarimizni Rayyon darvozasi oldida jamlagin. Ya Rabbi, bizlarni Havzi Kavsar suvidan serob qilgin. Ya Rabbi, bizlarga shunday bir go'zal diyor ato qildingki, bu diyordan qancha ustoz va allomalar o'tib ketdilar. Endi ularga munosib zurriyotlarni bizlarga ato qilgin. Ya Rabbi, bugun xatmi Qur'on o'qib bergan qorilarimiz, ularning otalari, onalariga qiyomatda jannat tojini kiydirgin ya Rabbi. Qalblaridagi Qur'onlarini ularga oshno qilgin, shafoatchi qilgin. Ularni sevib quloq solib turgan bizlarni ham ya Rabbi farzandlarimizdan qori, hofizlarni chiqargin. Ya Rabbi, duoga qo'l ko'tarib, seni nidoyingga, ey bandalarim degan nidoyingga javob berib, ya Rabbim deyapmiz. Sen bizlarni gunohimizni kechirib,
duoga qo'l ochib turganlarini qo'llarini Ka'batullohga yetkazgin ya Rabbi. Qalblar qoraygan, yuzlarimiz sarg'aygan, o'zimiz bir xijolat holatdamiz. Ammo seni va'dang bor ekan, ey bandam, agar sen men tomonga bir qadam tashlasang, men sen tomonga 10 qadam tashlayman. Agar bandam menga qo'lini ko'tarib istig'for so'rar ekan, bandamni qo'lini qaytargani hayo qilaman degan Robbim senga hamdlar bo'lsin. Bizlarning gunohimizni kechirgin. Bizlarni qo'limizni quruq qaytarmagin ya Rabbi. Sendan yolvorib so'raymiz. Bu yerda turgan hammalarimizni, qalblarimizning to'rida yotgan eng yaxshi tilaklarimizni shariatga muvofiqini ro'yobga chiqargin. Va seni doimiy chaqiriqlaringga, ey bandalarim degan chaqiriqni ichida bo'lishligimizni nasib qilgin. Qur'ondagi oyatlar ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar degan nido ostida bo'lishligimizni nasib qilgin. Va bizlarni tilimizdan doimo ya Rabbi, ya ilohiy so'zlarini bardavom qilgin. Duoga qo'l ko'tarib amin deb turgan hammamizni bu dunyodan ketayotgan mahalimizda eng oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lishligini nasib ayla. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar.